Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 26-noyabr o'ta videoni jiddiysi bo'ladi. Bular ham siznikimi aka? Xo'p, chorshanba 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bu kamzir nech pul aka? Bu kamzir deyveramiz endi. Padraskovoy ekan 70 ming so'mdan. 70 ming bersa olib ketaveradimi? Donaga sotaverasa, ana donaga sotaman deyishyapti. Bunisi ham shumi? 120 ming. Bunisi katta razmer ekan, 120 ming so'm ekan. Donaga sotishaverar ekan. Donaga ham shu narxi. Necha yoshga tushadi bu? O'spirinlarga tushaverar ekan. Bu akam o'zi asosiy buna paypoq sotadi, naski deydi. Pulini kelishib bo'lsalar, Damazda ham to'g'ri olib borib berishaveradi. Nech pulgacha paypoqlaringiz? Hozir qishkilarimiz 2,5 mingdan 5 minggacha bor. Qishki paypoqlar 2,5 ming so'mdan boshlanadi, 5 ming so'mgacha ekan O'zbekistonda puliga. Eng qimmatlari qaysi? Ash tomonda 5 minglar. Ha. Telefon nomeringiz necha aka? 88lik 415 95 75 ha? Shu aytilgan nomerga telefon qilaverasizlar. Mana paypoqlarchi? Shular 5 ming so'mdan ekan. Pastel? Yuqa pastellarimiz 1 kishiliklar 100 mingdan, 2 kishiliklar 140 ming. Pastellar 100 ming so'mdan 1 kishiligi, 2 kishilik esa 120 ming so'm, ha? 140 ming so'm. Ha, 140 ming so'm 2 kishiligi. Yaxshi. Xitoydagi ekan, pastel Xitoydagi, paypoq o'zimizniki, shayda chiqyapti. Yaxshi. Sizga yangilik qo'yildi shu pastellar qo'shib. Ha, kattalashtiraverasiz, xudo xolasa mana kelaverasizlar.